Assalomu alaykum ayajonim, yaxshimisiz? Voy baba. Mana bu gullarni tadbirdan berib yuborishdi. Opamga ham berishdi, opam kelolmadilar. Uf qo'yishimni tayinlab qo'ydilar. Voy jonim bolam. Juda chiroyli gul ekan. Opang o'zinikini ham berib yubordimi? Voy uyiga olib ketavermaydimi? Chiroyliligini qara endi. Robiya, o'tiring, zo'r suhbat ketdi. Ha, o'tir, gaplashib o'tiramiz bolajonim. Ayjon, shuncha ishga qanday ulgurasiz? Qayerdan motivatsiya olasiz? Haqiqatdan, qaydan shuncha motivatsiya? Hozirgi yangi avlodni tilida motivatsiya degan so'z rosa urf bo'ldi-da. Trendga chiqdi. Trendga chiqib ketdi. Qayerga qarasam motivatsiya, motivatorlar degan terminlar ko'payib ketdi. Endi bu motivatsiya so'zini meni tushunishimcha biz qadimgilan davrimizda ruhlantirilardi-da. Rag'batlantirilardi. Sportchi bo'ladigan bo'lsa, sen zo'rsan, sen g'alabaga erishasan deb turib ruhlantirish bu. Hozirgi tilda motivatsiya berish yoki o'sha odamga sovg'a salomlar berib, haliga bir rag'batlantirish. Mana shu narsa bo'lsa, ya'ni motivatsiya bo'lsa, odam nimalargadir erishganday bo'ladi-da. Nilufar, bolangiz bilan tanishsiz. O'sha motivatsiya bilan, ya'ni bizni tilda aytganda ruhlantirish, rag'batlantirish bilan bir inson qaysidir yutuqqa erishishi mumkin. Lekin o'sha motivatsiyani kuchi 3 oyga yetar, 6 oyga yetar, boring ana 1 yilga yetar. Lekin u tugaydi. Motivatsiyani kuchi tugaydi. Endi yana insonda shunaqa bir narsa borki, u har bir insonni o'zini ichki tartib intizomi. Biz qadimgilarni tilida aytganda ichki tartib intizom. Hozirgi sizlarni tilingizda aytganda yo'q, motivatsiya emas bu. Disiplina deyiladi. Disiplinasi bor odam har qanaqa yutuqqa erisha oladi-da. Unga hech qanaqa motivatorni ham keragi yo'q. Motivatsiyani ham keragi yo'q. Shuning uchun bolalarim, meni fikrimcha, disiplina bor joyda motivatsiya nolga teng. Jannatimiz oilamiz, savlatimiz oilamiz, g'ururimiz oilamiz, oila.